Iftorlik hamda saharlik uchun to'yimli hamda mazali bo'lgan yegulik tayyorlaymiz. Tovuqni ko'krak qismini to'rtburchak shaklda maydalab to'g'rab olamiz. Tavamizga o'simlik yog'i solib, masalliqlarimizni birin-ketinlikda qovurib olamiz. Birinchi bo'lib maydalab to'g'rab olingan piyozlarimizni solamiz. Ketidan to'g'rab olgan tovuq go'shtimizni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Yeguligimiz to'yimliroq bo'lishi uchun bir dona kartoshkani ham mayda kubik shaklida to'g'rab sovuramiz. Ketidan muzlagan yoki sveji bolgarskilarimizni solib yana aralashtiramiz. Har xil ziravorlar hamda tuzimizni solib, tavamizni qopqog'ini yopib, past olovda 5-10 daqiqa atrofida pishirib olamiz. Nachinkamiz pishgach, suvidan ajratib, yaxshilab sovitib olamiz. Lavash xamiriga solib, xuddi lavash ko'rinishida o'rab olamiz. Yeguligimiz yana ham mazali bo'lishi uchun duxovka listiga terib, ustidan tuxum surib, kunjut sepib olamiz. Ustilari qip-qizil bo'lgunicha duxovkaga 5-10 daqiqa atrofida sovilamiz. Ramazon oyida albatta yaqinlaringiz uchun tayyorlab berib, ularni xursand qiling. Retseptni ro'za tutadigan yaqiningizga yuborib qo'ying. Yoqimli ishtaha!